qizcha? Men politsiyachiman. Qizaloq. Faqat qo'rqma. Bo'ptimi? Qo'y qiz. Voy xudoyim. AMC namoyish etadi. Andrew Lincoln, John Barenthal, Sarah Wayne Kellis, Laura Holden, Jeffrey Damon, Steven Yeun, Chandler Riggs. G'oya muallifi Frank Darabont, Robert Kirkman, Tony Moore va Charlie Adlard komikslari asosida suratga olingan. Manqurtlar olami. Erkaklar ayollardan nimasi bilan farq qiladi? Bu hazilmi? Yo'q, jiddiy gapiryapman. Hech qachon chiroqni o'chirib yuradigan ayolni uchratmaganman. Ular yoshlikdan chiroq yoqgich faqat yoqishga mo'ljallangan deb o'ylashadi. Xonadan chiqqanda so'qirga aylanishadi. Xudoga qasamki, men kalit bergan har bir ayol shunday qilgan. Uyga kelsam, hamma joyda chiroq yoniq turgan bo'ladi. Uyni aylanib chiqib, har bir chiroqni o'chirib chiqaman. Xuddi bu ish meni vazifamdek go'yo. Nima, rostdanmi? Ha, gapimga javob. Rohib Sheyn senga bu haqda vazxonlik qilib beradi. Ha, yana ayollar sayyorani global isish haqida gapirishadi. Shu damlarda Rohib Sheyn ularga erkaklar xushxabardan iqtibos keltirib, azizam, agar sen va senga o'xshaganlar chiroqni o'chirib yursangiz, sayyoramizda global isishi bo'lmas edi deb aytadi u. Ya'ni men. Rostdan shunday dedingmi? Ha, faqat muloyim ohangda. Baribir menga shunday nafrat bilan qaraganini tasavvur ham qila olmaysan. Ovozini do'rillatib xuddi otamdek gapiryapsan dedi. Doim elektr to'lovini deb baqirasan, la'nati chiroqni o'chirib yur deb gapirasan deydi. Doimo shu. Bunga nima deb javob berding? Nima deb javob bergim kelishini bilasanmi? Ey, menga qara, buni bir umr gapirib kelishsa ham ahmoqligingdan haligacha chiroqni o'chirishni o'rganmadingmi degim keladi. Aslida bunday demayman, to'g'risi. Bunday deyish ham noto'g'ri bo'lardi. Ha, bu vaziyatda ham muloyim javob beraman. Doimgidek. To'g'ri qilasan. Ha, sir. Xo'sh, Lori bilan ishlaring qalay? U aqlli, chiroqni o'chirib yuradi. Rostdan ham yaxshi. Aslida chiroqni o'chirish meni esimdan chiqib qoladi. Bu haqda so'ramayapman. Kechamiz unchalik o'xshamadi. Oshna, gaplarim senga ta'sirli bo'lmagandir, lekin harakat qildim. Yaxshisi gaplashib ko'r. Bu meni senga aqlli maslahatim. U ham shunday deyaveradi. Gaplash deb. Uni gapiga quloq solsang, men kam gap ahmoqdek ko'rinaman. O'z tuyg'ularingni aytasanmi? O'y fikrlaring va hokazo degandek. Bilasanmi? Oxirgi paytlar nima desam ham asabiga tegaveradi. Xuddi eshitishni xohlamagandek. Mendan doim jahli chiqqandek ko'rinadi. Lekin negaligini tushunmayman. Bilasanmi do'stim, bu hamma oilani boshdan o'tadi. Hammani. Ertalabdan oxiri aytgan gapi ba'zan biz bilan umuman ishing yo'q deb o'ylayman deydi. Bolamizni oldida shu gapni aytdi. Tasavvur qilyapsam, shu alfozda bola maktabga ketdi. Erkak ayoldan nima bilan farqlanishini bilasanmi?
Men unga hech qachon bunday demagan bo'lar edim. Ayniqsa, Karl yonida. Hamma bosh mashinalar diqqatiga. Linda County bo'linmasi bosh politsiyachilardan yordam so'rayapti. Sharqiy 18-shasse tomonda 21823. Ehtiyotkor bo'linglar. Gumonlanuvchilar 2 oqtali erkak. Otishma uyushtirishgan. Buni natijasida bir politsiyachi yaralangan. Birinchi bo'linma va 3-bo'linma diqqatiga 18-magistral 85-shassedan 3 kilometr g'arbda Linda County okrugi politsiyasi to'lqiniga sozlanib olinglar. Sizni tushundim. 18-magistral bilan kesishgan joydan 5 daqiqalik yo'ldamiz. 1 va 3-dispetcher biz shu yerdamiz. 1097, 18-yo'ldamiz. Ko'rsatmangizni kutyapmiz. 19 Linda County bilan bog'landik. Ular janub tomonga harakat qilib ketishyapti. Eski fransuz yo'li yopiq. Demak, ular 18-yo'lga qaytishlariga to'g'ri keladi. Menimcha bu ahmoqlarni hamma yo'llarimizdan ta'qib qilib kelishayotganga o'xshashadi. Balki eng xatarli politsiya taqibi kabi ko'rsatuvga chiqishga muvaffaq bo'larmiz. Leon, menimcha diqqatingni jamlashing kerak. O'qni zaxiradan olib otishga hozirlash kerak. Shunda ko'rsatuvda chiqsak chakki bo'lmasidi. Yo, Parvardigor. To'ppochasi bor ekan. Qurolni tashla. Rik! Men yaxshiman. Senga qurol o'qtalganini ko'rib, qo'rqib ketdim. Men ham. Bu ablah men otganni qara. Tasavvur qilyapsanmi? O'q zirhga tegdimi? Ha. Sen nima bo'lganini Loriga aytib yurma. Hech qachon. Tushundingmi? Rik! Yo'q. Obbo, u yaralandi. Leon, tez yordam chaqir. Politsiyachi yaralandi deb ayt, Leon, tezroq bo'l. Men shu yerdaman. Hoy, menga qara. Hushingni yo'qotma, meni eshityapsanmi? Men shu yerdaman, do'stim, shu yerda. Bo'ldi. Meni eshityapsanmi? Shu yerdaman, hushingni yo'qotma, bo'ldi. Hammasi joyida bo'ladi. Eshityapsanmi? Dispetcher, bizda yaralangan politsiya bor. Tez yordam yuboringlar. Aloqa eshitilyaptimi? 18-shasseda, A85 yo'lidan 6 kilometr sharqda. Salom, do'stim. Hali ham shu yerdamisan? Ha, bardam bo'l.
Kechir oshna. Bilaman bu yerga kelganimda har safar bir gapni takrorlayman. Ha. Gulga hamma pul tashlashdi. Olib borishimni tayinlashdi. Hamma senga salom aytib yubordi. Tez orada o'zingga kelasan degan umiddamiz. Gullarni dispetcher bo'limidagi Linda va Diana tanlashgan. Sezilyaptimi? Xo'p, mayli. Ularni stolda qoldiraman. Bo'ptimi? Bu oddiy vaziy emas. Tan ol. Uni Jen buvingni uyidan o'marib keldingmi? Qoshiqlar to'plamaga tegmagansan degan umiddaman. Sheyn. Sheyn, hojatxonadamisan? Hamshira, yordam bering. Hamshira, yordam.
La'nati. Lori. Lori. Карл. Карл. Лори. Карл. Лори! Карл! Bu sarob emasmi? Men yerdamanmi? Uyg'on, hushingga kel. Dada! Karl, seni topdim. Dada, uni ag'dardim. Hozir o'ldiraman. U nima dedi? Nimadir aytganini eshitdim. Meni Karl deb chaqirdi. O'g'lim, bilasan-ku, ular gapirishmaydi. Janob, bu bog'ich sizga nega kerak? Nima? Bu qanday yara? Janargor, javob ber. Qanaqa yara bu? Gapirasanmi? Aks holda o'ldiraman. Dokali bog'ichni almashtirdim. Kir bo'p ketibdi. Nimadan qolgan yara? O'q jarohati. O'q jarohati? Yana nimadir bormi? O'q jarohati yetarli emasmi? So'raganimda javob ber. Bu oddiy xushmuomalalik. Seni tishlashganmi, a? Tishlashganmi? Tishlashgan, chaynalgan, balki tirnalgandirsan. Yo'q, menga o'q uzishdi. Bilishimcha, menga faqat o'q uzishdi. Hay, shunchaki eshitmayni bilmoqchiman. Menimcha muzdek. Eshitma seni o'ldirgan bo'lar edi.
Menimcha isitmam yo'q bo'lsa kerak. Bo'lganda sezmay qolmas eding. Shoshma, o'tkirligini ko'ryapsanmi? Ortiqcha harakat qilsang o'lasan. Shubhalanmasang ham bo'ladi. O'zingga kelganingda chiq. Ketdik. Bu Frederick Cindy Drake'ning uyi. Men ular bilan tanish emasman. Bu yerda bo'lganman. Bu ularning uyi. Bu yerga kelganimizda bo'sh edi. Bunday qilma. Ular yorug'likni ko'rishadi. Ular odatdagidan ko'proq. Ana uni otmasam bo'lar ekan. Ularni tovush o'ziga jalb qiladi. Endi ko'chada to'lib ketishgan. Otish ahmoqlik edi. Ammo hammasi juda tez sodir bo'ldi. Bu haqda o'ylamaman. O'sha odamni otib tashladingiz. Odamni? U odam emasdi. Jennerson, nima deding? U odam emasdi. Ko'chadagi o'sha odamni otib tashlading. Og'ayni, ko'zingni och, bu zombi edi. O'tir. Hushingdan ketib qolmagan tag'in. Ol. Dada. Duo qiling. Ha. Parvardigor, bergan rizqingga minnatdormiz. Bizni o'zing yorlaqagan bu notinch kunlarda bizni o'zing asra. Amin. Amin. Hoy, nima bo'layotganini tushunyapsanmi o'zi? Bugun kasalxonada hushimga keldim. Uyimga bordim. Bilganim shu. O'liklar haqida bilasanmi? Ha, yo'lda ko'pini ko'rdim. Mashinalarning ichida ham. Yo'q, men yotganlarni aytmayman. Yurayotgan manqurtlarni gapiryapman. Bugun otganimga o'xshaganlarni. O senga hujum qilib, yeyishga uringan bo'lardi. Etingdan bir tishlam uzib olardi. Agar buni ilk bor eshitayotgan bo'lsang, buni dahshatligini tasavvur qilyapman. Hozir ular o'sha yerdami? Ha. Shomdan keyin g'imirlab qolishadi. Balki havo salqin bo'lganiga, balki bugun ana u nusxani otganimgadir. Agar jim o'tirsak bizga hech nima qilisha olmaydi. Balki ertalab ketib qolishar. Menga qara. Bir narsani aniq bilaman. Tishlashlariga yo'l qo'yma. Bog'ichingni ko'rib qo'rqib ketdim. Bundan hamma qo'rqadi. Tishlasa o'lasan. Isitma yondirib yuboradi. Ma'lum vaqtdan keyin qaytib kelasan. Buni ko'rganmiz. Buni o'ylama. Karl. O'g'lingmi? Bugun shu ismni aytding. Sen o'g'lingdan biroz kichikroq. Onasi bilanmi? Umid qilaman. Dada, Ha, undan so'radingizmi? U bilan biroz yarang haqida bahslashgandik.
O'g'lim seni bank o'g'risi deb o'ylayapti. Ha. Men o'shaman. Qotil Jonni Dillingerman. Men sherif yordamchisiman. Xavotir olma, dadang shu yerda kimdir mashinamizga tegib ketgan bo'lsa kerak. Bunga aminmisan? Bunaqasi oldin ham bo'lgandi. Bir necha daqiqada o'tib ketgan. Chiroqni o'chir. Bu ko'k mashina xuddi o'tgan safardagidek. Menimcha xatarli emas. Ularni shovqin o'ziga tortyaptimi? Hozir hech nima qila olmaymiz. Ertalabgacha kutib turamiz. U shu yerda. Qarama, oynadan nari ket. Nari ket dedim. Yur. Duayn, jim dedim. Jim. Jim. Hammasi yaxshi. Ishla, yostoni tagida yig'lagin, xo'pmi? Esingdami? Jim. Ana u xonadagi karavotda o'lgandi. Men hech nima qila olmadim. Isitmasi baland edi. Terisi xuddi olovda yongandek kuyib ketdi. O'ldirishim kerak edi. Bilaman. O'ldirishim kerak edi. Lekin men bunday qila olmadim. U o'g'limning onasi. Ular o'lganiga aminmisiz? Buni yana bir marta so'rashga majburman. Ular o'lib bo'lgan. Faqat miyasining bir qismi qolgan. Shuning uchun miyasiga urish kerak. Tuzukmisan? Bir daqiqa. Ular tirik. Xotinim bilan o'g'lim kechayotgan paytda shunday bo'lgani aniq. Buni qayerdan bilasan? Bundayga o'xshamayapti-ku. Javondagi kiyimlar yo'q. Kiyimlarni yig'ishtirib ketishibdi. Hammasini olishmasa ham sayohat qilishga yetarlicha. Balki kimdir kirib kiyimlarni o'g'irlab ketgandir. Devorda rasmlarni ko'ryapsanmi? Men ham ko'rmayapman. O'g'ri ularni olmagan bo'lardi.
Bizni rasm albom, oilaviy rasmlarimizdan hech biri yo'q. Rasm albomlar. Meni rafiqam ham shunday. Men kerakli narsalarni olsam, u rasm albomiga yopishib oladi. Ular Atlantada bo'lsa kerak. Balki. Nega aynan o'sha yerda? Chunki u yerda qochoqlar uchun boshpana bor. Radioda u yer kattaligi haqida gapirishgandi. Harbiylarning himoyasi, yegulik va boshpana. Odamlarga o'sha yerga borishni aytishgandi. Yuqumli kasalliklar shifoxonasi ham bor edi. Epidemiyaga qarshi kurashish markazi. Ular bu muammoni qanday davolash haqida bosh qotirishyapti. Taxminan bir oy oldin gaz o'chdi. Bizni propan tizimimiz bor. Isitgich hali ham ishlayapti. Yo xudoyim. Issiq suv. O, qoyil. Ajoyib, to'g'rimi, ha? Suvi quyilishini. Hol bo'lsam nima qipti? Hol bo'lsam nima qipti? Do'yn. Kiyinish xonasi u yerda. Do'y, nima deyish kerak? Rahmat. Atlanta g'oyasi yoqdi. Nima bo'lganda ham u yerda xavfsizroq. Biz o'sha yerga ketayotgan edik. Vahima boshlanganda nima bo'lganini tasavvur qila olmaysan. Ko'chalarda talvasa boshlandi. Keyin esa xotinim boshqa yura olmadi, yaralangandi. Panaroq joy topishga qaror qildik. Keyin u vafot etgandan keyin biz shu yerda berkina oldik. Bir joyda qotib qoldik. Ko'chib ketishni reja qilyapsanmi? Hali bir qarorga kelmadim. Bu yerdagi ko'p narsa yo'qolibdi. Dada, menga ochishni o'rgatasizmi? Ulg'aydim-ku. Ha, shunday qilishimga to'g'ri keladi, faqat ehtiyot bo'l. Qurol bilan hazillashib bo'lmaydi. To'g'ri, bu o'yinchoq emas. Tepkiga amin bo'lsangina bosish kerak. Shuni eslab qol. Xo'p bo'ladi, sir. Shu. Daxla. Buni ol. Yangi bo'lmasa ham aniq nishonga oladi. O'qni tejanglar. O'ylagandan ko'ra tez tugab qoladi, ayniqsa otishni o'rganayotganingda. Do'yn, buni mashinaga olib bor. Xo'p. Bormasligingga aminmisan? Yana bir necha kundan keyin Do'yn otishni o'rganib olsin. Sizlarda bittagina batareyka bor. Men ratsiyamni har kuni ertalab bir necha soatga yoqib qo'yaman. Balandroq ko'tarilsang, meni topasan. Oldindan o'ylab ish qilar ekansan. Endi shunday qilmasam bo'lmaydi. Senga bitta maslahatim. Yakka holda ular unchalik xatarli emas. Agar och manqurtlar to'dasini ko'rsang, o'zingni ehtiyot qil. Sizlar ham. Rik, yaxshi insonsan. Xotining bilan o'g'lingni topasan degan umiddaman. Ko'rishguncha Do'yn. Otangni ehtiyot qil. Xo'p bo'ladi, sir. Leon Bessi. Uni unchalik yoqtirmasdim. Beparvo va ahmoq edi. Lekin uni shunday tashlab keta olmayman.
Ular o'q ovozini eshitishadi. Demak, kelmaslaridan bu yerdan ketishimiz kerak. O'g'lim, bu yerdan ketamiz. Qani. Komikslarini o'qib o'tir. Men yuqorida bo'laman. Dada! Hammasi joyida o'g'lim. O'sha yerda qol. Yuqoriga chiqma. Buni eshitishni xohlamayman. Xohlamayman. Jang. Chiqa qol azizim. Bunday bo'lganida afsusdaman.
Bo'la qol, bo'l. Ha. Yo'q. Favqulodda vaziyat kanalida uzatyapman. 85-shossedan Atlantaga ketyapman. Kimdir meni eshityaptimi? Iltimos javob bering. Aloqa. Aloqa. Kimdir meni eshityaptimi? Kimdir bormi? Kimdir eshitayotgan bo'lsa javob bering. Aloqa. Meni eshityapsizlarmi? Aloqa. Meni kimdir eshityaptimi? Alo, Meni eshityapsizmi? signal yetib keldi. Aloqa tugadi. Agar kimdir meni eshitayotgan bo'lsa, iltimos javob bering. Favqulodda vaziyat kanalidan uzatyapman. 85-shossedan Atlantaga yaqinlashib qoldim. Kimdir eshitayotgan bo'lsa, iltimos javob bering. Biz shahar tashqarisidamiz. Jin ursin. Alo. Alo, meni eshitmadi. Uni ogohlantira olmadim. To'lqinni o'zgartirib ko'r. O'g'lim, sen buni qanday ishlashini hammadan ko'ra yaxshiroq bilasan. Aloqa, hali ham efirdamisiz? Bu ofitser Shane Walsh noma'lum shaxsni chaqiryapti. Iltimos javob bering. Javob bermadi. Demak, boshqalar ham bor ekanda, bizdan tashqari. Buni bilganimiz uchun ham ratsiyani yoqib qoldirganmiz. Baribir foydasi bo'lmadi. Xo'p, mayli. Men oldin ham aytgandim, yo'l chetida e'lon qoldirish kerak. Odamlar shahardan aylanib o'tishsin. Ularni nima kutayotganini tasavvur ham qilish olmaydi. Bizni vaqtimiz yo'q edi. Menimcha vaqt topish kerak. Vaqtimizni behudaga sarflay olmaymiz. Har kuni omon qolishga harakat qilyapmiz. Yurak hovuchlab yuribmiz. Jin ursin, u yerga kimni yubormoqchi bo'lyapsan? O'zim boraman. Menga mashina beringlar. Hech kim hech qayerga yolg'iz o'zi bormaydi. Buni yaxshi bilasan. Hozir. Hoy, oshna. Borib ana bu yerda o'tira tur, xo'pmi? Hammasi yaxshi bo'ladi. Nima, mendan jahling chiqyaptimi? Xohlaganingcha jahl qilishing mumkin. Bu baribir hech nimani o'zgartirmaydi, eshityapsanmi? Seni xatarga qo'ya olmayman, hech qachon. Ba'zan yuzimga musht tushirmoqchisan deb o'ylab qolaman. Agarda shunday bo'lsa, marhamat, shunday qilishing mumkin. Bo'la qol. Tayyorgarliksiz mana shunday keta olmaysan. Men haqimda yoki o'zing haqingda o'ylamasang ham, bolang haqida o'yla. O'g'ling shundoq ham ko'p narsani boshdan kechirdi. Endi onasidan ham ayrilib qolmasin. Eshityapsanmi meni? Bu yaxshilikka olib kelmaydi. Bo'ptimi? Kelishdik-a? Men yaxshi onaman. Menga bo'pti deb ayt. Axir qiyin emas-ku, a? Oyi, Nima bo'ldi? Oshna, u shu yerda. hoy. Mendan xavotir olma, hech qayerga bormayman. Bo'ptimi? Ha, tozalashni tugat. Bo'pti.
Hoy. Men politsiyachiman. Menga yoqilg'i bera olasizmi? Hoy. Hoy. Uyda kim bor? Tinchlan, tinchlan. Senga hech nima qilmayman. Xafa qilmayman. Senga bir taklifim bor. Atlantaga oz qoldi. U yer xavfsiz. Oziq-ovqat bor. Turar joy, odamlar, balki boshqa otlar ham bordir. Xo'sh, nima deysan? Mana bunday. Yaxshi bola. Yaxshi kichkintoy. Endi menga kel. Yur, yur, yur. Barakalla, faqat sekin. Ot minmaganimga ancha yil bo'ldi. Voy, tinchlan. Kichkintoy. Sekin, 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 sekin. Bo'ldi, bo'ldi, sekinroq. Tinchlan. Ketdik.
Tinchlan. Ular kamchilik, buni uddalaymiz. Yaxshi. Jin ursin. Voy xudoyim. La'nata. La'natlar. Lori, Karl, meni kechiringlar. Ya xudoyim.
sen. Ahmoq. Tankni ichidagi. Qalay, qulay joylashdingmi? Ushbu film Max Film TV buyurtmasiga binoan Shavik Son studiyasida o'zbek tiliga o'girildi. Tarjimon Zilola Rahimova. Filmga aktyorlar Abdulhay Otaxo'jayev, Muhammadjon Xo'jayev, Behzod Muhammadkarimov, Nargiza Mirzayeva, Elbek Mirzohidov ovoz berishdi. Dublyaj rejissyori Shavkat Abdujamilov, rejissyor assistenti Qobil Sobirov, ovoz rejissyori Quvondiq Abdullayev, muharrir Ismoil Mahmudov, loyiha rahbari Sarvar Alijonov.